Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi turkum Urganch shahrida zamon tipda qurilgan 4 qavatli binomizda ikkinchi qavatida yevro ta'minlangan 3 xona kvartirani ijara chiqdi. Lokatsiyasi ham bunaqa Feruska 5 blok. Hamma sharoitga ega. Yoshlarniki chiroyli o'tilgan bemalol oila izzati yashaydi. Xullas, mayatilla kafel bo'lgan, bemisini chiroyli zamonaviy bino turmaya qo'ygan. Bu tomonda rakovnamiz, o'ng tarafda yurishxona, oshxonamiz. Xullas, narxini aytib o'tamiz. Narxi bir odam, ikki odam bo'lsa, nodida ish qilib, hozirgi kunda 400, keyin 500 dollar qo'yiladi narxi. Samodyollarimizni boylarlar, minimizda unikal bo'lganimiz bor. Oshxonamiz jihozlarini aytib o'tsak, gilamlarimiz mana qimmat saray gilamlar qo'yilgan. Oshxona kuxonamiz chiroyli shundan 6 odamlik idish tovoq bor. Yoshlar uchun hammaga javob berdi. Kirmoshin, dokon turnikatun, xolodilnik kimsan bor. Jalizularimiz fonda obu urulmon patroqlarimiz ham chiroylidir. Niyam ishni o'tirgan. Bu yerda spanyamizda bir adionchik karavot, shkaf, plyusoslar bor, balkona ega. Bu kattalar xonasi. Bir de televizor pastavka, vagonchi shkaf, spanyamiz yana chiroyli perdelar qo'yilgan. Zal qismini kuzatsak endi. Zallarımızdan bir kuzatib o'tamiz obunachilar. Qachon bolajonim. Yana mehmonxona ugoloklar, jurnalli stul, bir de televizor zonamiz, perdelarimiz yana uzun shoxali lustra qo'yildi. Citroen inverter motor konditsionerimiz bor. Shunda lokatsiya Dekkan bozor 5 blok. Hozir kunda 400, keyin 500 dollar qo'yiladi. Faqat 1-2 odam qo'yiladi ekan, oilali farzand kichkina bo'lsa qo'ymaydi. Agar 1 oy 2 oy bo'lsa 500, uzoq muddat bo'lsa 400 dollar qo'yiladi. Telefonlaringizdan 99 074 41 91 425 06 06 lokatsiya. Sog' bo'linglar.